Assalomu alaykum aziz Xush do'stlarim. kelibsiz. Va alaykum assalom. Bu choyni bemalol qancha ichsa bo'ladi, to'g'rimi? Qancha ichsangiz ham tanangizni sug'oradi. Tanangizga kerakli qon tomirlarga, kerakli o'sha tozalovchi quvvatini beradi. Chunki buni tarkibida shu siz bilgan biz bilgan va 21-asrda qutqaruvchi degan Ganoderma lisidium degan ekstraktni tarkibida joylangan. Chunki ichimlik bu insonga quvvat beradi. Ichimlik bu insonning kayfiyatini ko'taradi va shu bilan insonni ehtiyojidagi choy ichish, ayniqsa bizni millatimizga xos bo'lgan urf-odat, mehmon kelsa ham choy beriladi, ketsa ham choy beriladi, ertalabki oshda ham choy beriladi. Hamma vaqt choysiz hayotni tasavvur qilish qiyin, lekin aynan bu choy o'sha yeydigan eng kuchli ovqatlar bilan ham birga ichilganda uni tarkibidagi nojo'ya ta'sirlarni hazm bo'lish qiyin bo'ladigan jarayonlarga bu yordamchi sifatida bo'ladi. Ana shuning uchun ham buni shifobaxsh deb aytiladi.